Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimizni tanishtiramiz. Nech puldan qilib beryapmiz, nech pul расход, nimaga joyda kvadratga ko'p ketadi tunga degan savollarga bugun to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Videoni ko'rishdan oldin albatta bir dona like bosib qo'ying, чтобы boshqalarga yetib boradi. Tunga fon qildiraman degan odamlarga yetib boradi albatta. O'shani hisobini olib qo'yasiz. Xo'sh, bu yerga ishlatgan mahsulotlarimizni aytib o'tamiz. Oqqa mokriy rangidan foydalanganmiz. Mana ko'rib turgan joylarga. Mana burchaklarni ham ko'rasizlar, juda ham chiroyli, sifatli chiqqan. Endi eng asosiy savolga o'taman, nimaga joyda kvadratiga chiqmaydi degan savollar bo'ladi ko'pchilikda. Dago'rda misol men 14 kvadrat joyim bor, 18 kvadrat chiqyapti degan savol bo'ladi-da. Bu yerda nimaga uchun unaqa ketadi degan savollarga javob beraman. Mana ko'rib turibsizlar, bezaklari bor mana. Oddiy mana tunkani bukilish hisoblari bor bu yerda. Tunka bukilgandan keyin ustiga bezaklar bo'ladi, mana ko'rib turibsizlar. O'shini hisobiga joyda kvadratiga emas, list hisobi ko'payib ketadi. O'shini hisobga olib qo'yasizlar. O'shuning uchun joyda kvadratiga ko'pchilik aytadi, chiqmaydi deydi. O'shini hisobga olib qo'yasizlar. Xo'sh, aka, nech puldan qilib beryapsiz deydi. Endi savollarga ko'proq javob beramiz. Nech puldan qilib beryapsiz desangiz, vodiy bo'ylab 135 ming so'mdan qilib beryapmiz. 0.35 qalinlikda. 120 ming so'mdan o'zi aslini olganda 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Listda yuqa qalinligini hisobga olgan holda albatta. 120 ming so'mligimiz bor, u ham o'ziga yarasha. 140 ming so'mligimiz, u ham o'ziga yarasha qalin, 0.4 qalinlikda bo'ladi. O'shini hisobga olib qo'yasizlar. Ko'rib turgan ekrandagi raqamlarga bemalol musofirda yurgan aka-ukalarimiz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp, Telegram bor. Bizda 100 dan ortiq kataloglar bor. Bemalol murojaat qilasizlar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Agar ish yo'qdi deganlar albatta bir dona like bosib qo'yasiz. Tunga fon qildiraman deb yurgan aka-ukalarimizga podelisa qilib yuborib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin yoki ekranga qo'yilgan raqamlarga murojaat qilib savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikda yana bir savol bo'ladi, yana shu yerda to'xtab qolaman. Borib o'lchashga biz o'ylamanglar, bemalol borib o'lchab kvadratdan chiqaramiz. Kelishamizmi, kelishmaymizmi? Undan xavotir olmaysizlar. Bemalol chaqirib joylarda kvadratini hisoblatishingiz mumkin bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Agar video yoqdi deganlar albatta bir dona like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz, podelisa qilib qo'yamiz, tunga fon qilaman degan aka-ukalarimizga yuborib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektimizda ko'rishguncha.